Sure Ahzab tercümesi 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Ey Peygamber, Allah'a takvadarlık kılışını davamlaştırın. Kafirlağa ve münafıklığa itaat kılmagın. Allah hakikaten bendilerinin amellerini bilip turguçudur. Ularning işlerini hikmet bilen başqurguçudur. Sana Rabbin tarbidan vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga ergashgin. Allah hakikaten qilgan amalinglardan to'liq xabardardir. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Allah sana hami bo'lishga yetarlikdir. Allah hiç adamning ichida ikki yurak yaratqani yo'q. Sizlar zihar qilgan ayollaringlarni Allah sizlarga ona qilgani yo'q. Sizlar bola qilib olganlarni Allah hamma hukmda o'z pushtinglardan bo'lgan bolalaringlarning hukmida qilmadi. Bu, ya'ni o'z pushtinglardan bo'lmaganlarni bola deyish faqat ağzınlarda eğitilgan sözdür. Allah haq sözünü eğitidir. Doğru yolga başlaydı. Ulanı atıllarının isimleri bilen çakırınla. Bu Allah'ın dergahıdır, doğrudur. Eğer ulanın atıllarını bilmesenle, o çağda ula silenin dini kerindaşlarınladır, dostlarınladır. Sizler sevmenlikten qılıp sağan işlarda sizlerge hiç günah bulmaydı. Lekin kasten qılgan işinlarda sizlerge günah buludu. Allah nihayeti mağfiret kılgıcıdır, nihayeti mehribandır. Peygamber müminlerge ulanın öz nefsillerden mu çağrıdır. Peygamberlerinin ayalları ulanın anılarıdır. Kitabullah'ta uruk çıkanlarının bazısı miras ilişte müminlerden ve muhacirlerden yakındır. Lekin müminlerden ve muhacirlerden boğan dostlarınlağa vesiyet kılsanlar durust boludu. Bu, yani çıkanlarının öz ara mirasqa varislik kılışı kitapta, yani Allah'ın kitabıda yazılgandır. Öz vaxtıda biz peygamberlerden ehdi aldık. Sendin, Nuh'den, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan mahkem ehdi aldık. Allah kıyamet günü rastçılık doğruluk soraydı. Yani peygamberlerden peygamberlikini yetkizgenlikini soraydı. Allah kafirlığa qattiq azap tayyorladi. Ey müminler, Allah'ın sizlerge bergen nimetini eslanglar. Öz vaxtida üstünlağa küffarlardan uyuşkan uruşqıcı qoşun kelgen idi. Biz ulağa karşı boran ve sizlerge görünmeydiğen qoşun, yani periştilerini evettik. Allah sizlerinin kılgan işinlerini körüp turguçudur. Aynı vaxtda ula yuqori tarpinglardan mı, töven tarpinglardan mı hücum qilib kelgan edi. Bu çağda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yurkinglar og'zinglar qaplashib qolgan. Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan ve beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkingandek qattiq tavrinishga uchragan edi. Aynı vaqtda munofiqlar ve dillarda munofiqlik kesili bağla. Allah ve onun peygamberi bizlerge quruq va'dalarni qilib tikan deyishatdi. Aynı vaqtda ulardan bir guruh odam Ey Yadribliklar, bu yerde turmay qaytinglar deyishatdi.
ulardan yana bir guruh odam bizning o'ylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib payg'ambardan ruxsat so'rashatdi. Bularning o'ylari ochiqchilikda emas, ular faqat qechishni o'ylaydi. Agar shaharga 4 tarafdan hujum qilib kelsa, ondan ulardan iymonidan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni uzluksiz ravishda az vaqt ichida qabul qiladi. Ular, ya'ni munofiqlar ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi so'rildi. Aytqinki, agar sizlar o'limdan yoki o'ltirilishdan qassanglar, qechishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q. Qaçqandımı sizlar dunyodan ozgina vaqt bahriman bo'la olasizlar. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'g'diya oladi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga aralasha oladi? Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech ega va hech yordamchi topolmaydi. Allah ishinglardagi boshqalarni, jihatdan to'sqchilarni va qarindoshlariga Muhammadni va sahobalarni tark etib, bizning qishimizga kelinglar degichilarni obdan biladi. Ular jangga riyo qilib, anda-sanda qatnashadi. Ular sizlarga yordamda bo'lishga bexildir. Agar ularga dushman tarafdan xabar keladigan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinishdan ko'zlarini pildiriltib qarayotganligini ko'rsan. Qo'rqinish ketganda ular pul molga och ko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tilla bilan ranjitadi. Ular chin dillar bilan iymon etgan emas. Ularning kufri sabablik amallarini Allah bekor qildi. Bu Allah uchun osondir. Ular, ya'ni munofiqlar, qattiq qo'rqqanlikdan ittifoqdosh qo'shinni chekinmidi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda arabiylarning, ya'ni qir arablarining yanida turib, sizlarning xabaringlarni uqqach, tinch yetishishni arzu qiladi. Ular urush vaqtida aranglarda bo'lgan taqdirdimi, qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib, anda-sanda qatnashgan bo'ladi. Sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Mu'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda, bu ya'ni qiyin ahvolda qolganda dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deydi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishini texmi kuchaytirdi. Mu'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Rabbiga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Allah rostchilarga rostchilik uchun oxiratda eng yaxshi mukofot beradi. Munofiqlarni agar xolisi azoblaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Allah haqiqatan bandalarga nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Allah kafirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah düşmanga bo'ron va farishtalarni operidi qilib,
müminlerini urushsiz g'albiga erishtirdi. Allah kuchlikdir, g'olibdir. Allah ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni, ya'ni Rasululloh bilan qilgan ahdini buzgan Bani Qurayza yahudilarini qo'rg'onlaridan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ularning bir bo'likini o'ltirdinglar va bir bo'likini asir oldinglar. Allah sizlarga ularning zaminini, qo'ru joylarini, mol mulklarini va texi sizlarning qadiminglar dastlab boqmagan zaminni miros qilib berdi. Allah har narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab sen ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni farovon turmushni va dunyoning zibu zinnatini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray. Sizlarni chiroyliqcha qo'yib beray. Agar sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Allah haqiqatan ichinglardagi yaxshi ish qilguvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan noz ne'matlar bor jannatni tayyor qildi. Ey payg'ambarlarning ayollari, ichinglardan kimiki oshkor qabih ishni qiladigan, uningga hassilab azob qilindi. Bu Allohga osondir. Sizlardan kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa va yaxshi amal qilsa, uningga savobni 2 qatlab beramiz. Uningga jannatda esil rizq tayyorladik. Ey payg'ambarlarning ayollari, sizlar boshqa ayollarning hech biriga o'xshamaysizlar. Sizlar yot erlarga so'z qilganda nazlanib so'z qilmanglar. Nazlanib so'z qilsanglar, dilida kasal bor odam sizlarga qarta tamadi bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'zni so'zlanglar. Uylaringlarda o'ltiringlar. Ilgiriki jahiliyat davridagi ayollarning yasinib chiqqanidek yasinib chiqmanglar. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ey payg'ambarning oilasidagilar, Allah sizlardan gunohni saqib qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi. Uylaringlarda Allohning oyatlaridan va hikmat, ya'ni payg'ambar alayhisalomning hadislaridan o'qilayotgan narsalarni yod etinglar. Allah haqiqatan sizlarni bilguchidir, hammadan xabardordir. Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mu'min erlar va mu'min ayollarga, taat ibodat qiluvchi erlar va taat ibodat qiluvchi ayollarga, rostchil erlar va rostchil ayollarga, sabr qiluvchi erlar va sabr qiluvchi ayollarga, Allohdan qo'rquvchi erlar va Allohdan qo'rquvchi ayollarga, sadaqa berguchi erlar va sadaqa berguchi ayollarga, ro'za tutuvchi erlar va ro'za tutuvchi ayollarga, nafsillarini haromdan saqlovchi erlar va nafsillarini haromdan saqlovchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qiluvchi erlar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollarga Allah mag'firat va katta savob tayyorladi. Allah va uning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan chaqda ayol mu'minlarning o'z ishida ixtiyorligi bo'lmaydi. Ya'ni Allah va Allohning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan ekan, hech odamning uningga muxolifatchilik qilishiga bo'lmaydi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qilsa, haqiqatan u ochiq ozg'on bo'ladi. O'z vaqtida sen Allah ne'mat bergan, senmu in'om qilgan kishiga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqin deding. Allah oshkor qilmoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yoshirding.
kishilarning ta'ni qilishidan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqiqiy edi. Mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa gunoh bo'lmasligi uchun Zayd uni, ya'ni Zaynabni qo'yib o'tgandan keyin sana nikohlab berdik. Allohning sening Zaynabni elishing to'g'risidagi amri cho'qim o'rlanadi. Allah payg'ambarga halol qilgan ishqa hech gunoh bo'lmaydi. Bu Allah'ның o'tganki payg'ambarlarga tutgan yo'lidir. Allah'ның amri azaldilla bekitilib ketgan o'zgarmas hukmdir. Ular, ya'ni payg'ambarlar Allah'ның amri farmonlarini yetkizadi. Allah'tan qo'rqadi. Allah'tan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen mu Allah'tan gayridan korkmaslıkta şu peygamberlerge ergeçkin. Allah hem işladın hesap ilişki yeterliktir. Muhammed aranlardaki erlerden hiç birinin atısı emez. Lekin o Allah'ın peygamberi ve peygamberlerinin ahırkısıdır. Allah onun bilen peygamberlikini ahırlaştırgan. Onundan keyin hech qandaq payg'ambar kelmaydi. Allah hamma narsani bilguchidir. Sizlarning so'z harakatinglardan hech narsa Allohga maxfiy emasdir. Ey mu'minlar, Allohni ko'p yod qilinglar. Uningga atigan oqshomda tasbih aytinglar. Chunki bu ikki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan o vaqtlarning avzili hisoblanadi. Allah sizlarni qorong'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun sizlarga rahmat qilib turdi. Uning farishtalari sizlarga mag'firat talab qilib turdi. Allah mu'minlarga nihoyat mehribondir. Ular Allohga muloqot bo'lgan kunda ularga Alloh tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Allah ularga esil mukofot tayyorladi. Ey payg'ambar, seni biz haqiqatan guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi, Allohning izni bilan uning birligiga, toat ibodatiga da'vat qiluvchi va nurliq chiroq qilib avatdik. Mu'minlarga ularning Allohning buyuk ihsoniga erishadiganligidan xush xabar bergin. Kafirlarga va munofiqlarga itoat qilmagan. Ularning san qilgan azar kulfatlariga parvo qilmagan. Allohga tavakkul qilgin. Allah uningga tavakkul qilganlarga yetarlikdir. Ey mu'minlar, sizlar mu'min ayollarni olsanglar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yibetsanglar, bu chaqda ular sizlar uchun iddat tutmaslik kerak. Ularga az to'la narsa beringlar, ularni chiroyliqcha qo'yib beringlar. Ey payg'ambar, sana biz sen mahrillarini bergan ayollaringni Allah sana g'animat qilib bergan, asir tushgan ayollardan ilkinga o'tganlarni halol qildik. Otangning er qarindishi va hamshira qarindishining qizlarini, onangning er qarindishi va hamshira qarindishining qizlarini sana halol qildik. Bular sen bilan birlikda hijrat qildi. Agar bir mu'min xotin o'zini payg'ambarga baxsh qilsa, payg'ambar uni mehrsiz elishni xohlasa, buni mu'minlarga emas, yolg'iz sanala halol qildik. Ularning ayollari va cho'rilari to'g'riliq bizning chiqargan belgilarimiz bizga ma'lumdir. Sana haraj bo'lib qolmaslik uchun seni alohidaliklarga ega qildik. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ayollaringdan xohlaganingning navbatini oqiga suysang, xohlaganing bilan
növbetidan başqa vaqtda bir yerdə bolsan bo'laveradi. Vaqtliq ayrılıb turgan ayollarından biri bilan hem töşek bo'lmoqchi bolsan, sana hiç günah yoktur. Mana bu ularning xo'shal bo'lishiga, qayg'urmasligiga, bergenleringe ularning hammasining rozi bo'lishiga eng yaqindir. Allah dilinglardikini bilib turdi. Allah hammani bilgichidir, halimdir. Yani jazolashga aldirab ketmaydi. Ey payg'ambar, ilkingdiki ayollaringdan boshqa yana xotin alsang, sana halol bo'lmaydi. Başqa ayollarning jamoli seni jalb qilgan taqdirdimi, ayollaringni qo'yib etib, ularni amringa ilish sana halol bo'lmaydi. Faqat sening ilkingdiki cho'rilar buningdan mustasno. Allah hamma narsani kuzatib turguchidir. Ey mu'minlar, payg'ambarning uylariga kirmanglar. Faqat tamoq chaqirilgan vaqtinglarda, dila kiringlar. Başqa vaqtda ruxsat bilan kirganda tamoqning pishishini kutib o'ltirmanglar. Lekin chaqirilganda kiringlar-yu, tamoq yeb bo'lgandan keyin taqab ketinglar. Tamoqdan keyin parang silishib o'ltirmanglar. Bu, ya'ni tamoqdan keyin parang silishib o'ltirish payg'ambarni ranjitadi. Payg'ambar buni aytishga sizlardan xijil bo'ladi. Allah haqni aytishdan xijil bo'lmaydi. Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa so'rab olmoqchi bo'lsanglar, parda oqisidan so'rab elinglar. Bundaq qilish sizlarning dillaringlarni, ularning dillarini eng pok tutadi. Sizlarning Rasulullahni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullahdan keyin uning ayollarini elishinglarmi mangu durust emas. Bundaq qilish, ya'ni Rasulullahni ranjitish va uning ayollarini elish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. Biror narsani oshkorlasanglarmi ya dilinglarda yushirsanglarmi, Allah hamon biladi. Chunki Allah haqiqatan hamma narsani bilgichidir. Ularga, ya'ni payg'ambar alayhissalomning ayollariga otilari bilan, o'g'illari bilan, qarindoshlari bilan, qarindoshlarining o'g'illari bilan, hamshiralarining o'g'illari bilan, mu'min ayollar bilan, qul cho'rilari bilan ko'rish hech gunoh emas. Ey payg'ambarlarning ayollari, Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan hamma narsani kuzatib turguchidir. Allah haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga rahmat qiladi. Sha'nini ulug' qiladi, darajasini ustun qiladi. Farishtalarmi haqiqatan payg'ambarga mag'firat talab qiladi. Ey mu'minlar, sizlar payg'ambarga durud aytinglar va omonlik tilanglar. Chunki Rasulullahning sizlarning ustunlardagi haq cho'ngdir. U sizlarni gumrohlikdan hidoyatga, zulmatdan yo'riqlikqa chiqarg'uchidir. Allahni va uning payg'ambarini ranjitadiganlarni Allah dunyo va oxiratda rahmatidan yiroq qiladi va ularga xor qilg'uchi azobni tayyorlaydi. Mu'minlar va mu'minalarga qilmagan ishlarni chaplab, ularni ranjitadiganlar shu bo'htonni va ro'shan gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Ey payg'ambar, ayollaringga, qizlaringga va mu'minlarning ayollariga aytqinki, purkanji bilan badanini o'rib olsin. Bunda qilganda ularning hur ayollar ekanligi eng o'ng'ay toniladi-da, boshqalar ularga chiqilmaydi. Allah bandalarga nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Agar munofiqlar nifoqdan dillarida kasal borlar, Madinada yolg'on xabar taqatquchilar qilmishlaridan yonmasa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, albatta biz seni ularga musallat qilamiz. Ondan
ular Medinede lanet uçurgan halda sen bilen azgına vakit turalaydı. Yani ular Medine'den sürgün kılınıp haydap çıkarıldı. Çıkıp ketishga tayyorlik qilib olish uchun Medinede fakat azgına vakit turalaydı. Ular qayerda bayqalsa şu yerde tutuldu ve öldürüldü. Bu yani münafıklığa Allah'ın tutkan yolu, Allah'ın ötkenki ümmetlerge tutkan yoludur. Allah'ın tutkan yolu da hiç kandak özgürüş tapalmaysan. Kişiler senden kıyametinin vaktini soraydı. Onu men bilmeymen fakat Allah bildi degin. Sen nemi bilsen kıyamet yıkın buluşu mümkün. Allah hakikaten kafirlarını rahmetinden yirak kıldı ve ulağı devzakını tayarladı. Ula devzakta mengü kalıdı. Ula hiç kandak ulağını qoğdaydıgan dost ve uladın azabını dep kılıdığan yardımcı tapalmaydı. Devzakta ulağının yüzleri türülüp gitadigan günde ula kaşki biz Allah'a itaat kılgan bolsakçı, peygamberge itaat kılgan bolsakçı deydi. Ula Rabbimiz biz hakikaten başlıklarımızga, kattalarımızga itaat kıldık. Ula bizni doğru yoldan azdırdı. Rabbimiz ulağa azabını iki hassi bergen ve ulağa qattiq lanet kılgan deydi. Ey müminler, sizler Musa'ga aza kılgan kişiler, yani Beni İsrail'dek bulmanlar. Allah Musa'nı ulanın eytkanlardan, yani töhmetlerden akladı. Musa Allah'ın dergahida abroyluk idi. Ey müminler, Allah'tan korkunla, doğru sözünü kılınla. Allah sizlerinin amellerinlerini tüzeydi. Yani sizlerni yaxşı amellerge muvaffaq kılıdı. Günahınlarını mağfiret kılıdı. Kimi ki Allah'a ve onun peygamberiga itaat kıysa, zor muvaffaqiyet kazangan boludu. Şübhisiz ki biz amanetni, yani perzlerini ve şeriat tekliflerini asmanlığa, ziminga ve tağlağa tanıdık. Ula onu üstüge almadı. Onun iğirliğinden korktu. Onu insan üstüge aldı. İnsan hakikaten özüge zulüm kılgıcıdır. Hakikaten nadandır. Mezkur amanetke hıyanet kılganlıkları için münafık erlerini, münafık ayallarını, müşrik erlerini, müşrik ayallarını Allah azaplaydı. Mezkur amanetke riayet kılganlıkları için mümin erle ve mümin ayallarını Allah ahbu kılıdı. Allah müminlerge nihayeti mağfiret kılgıcıdır, nihayeti mehribandır.